Assalomu alaykum barchaga. Bugungi videomiz juda ham qiziqarli bo'ladi. Chunki bu videomizda oldin shortlarda bilsanglar podpiska evaziga men sizlarni barcha videolaringga layk bosib kelayotgandim. Endi bu o'yinimizda, bu videomizda boshqacha bo'ladi. Bu o'yinimizda mana shu mahsulotlardan yana hozir bir ikkita mahsulotlar qo'yaman. O'sha mahsulotlardan o'zingizga yoqqanini 3 tasini tanlab kommentariyada yozasiz. Qaysi bo'lishidan qat'iy nazar. Keyin o'yin qilinadi. 3 kun yoki 4 kunda o'yin qilinadi. Meni shartim bo'yicha prosmotr va kommentariy yig'ilgandan keyin o'yin bo'ladi. O'sha o'yinda botga ulaymiz akkauntni. Kimda akkauntlari yutsa, o'sha kommentariyasida qaysi mahsulotdan 3 tasini yozgan bo'lsa, o'sha mahsulotlarni yuborib bersakmi degandik. Yo'q. Uni yuborish boshqa viloyatdan yutadigan bo'lsangiz, masalan, u bizga ham, sizga ham nevigitna bo'lib ketar ekan, erib ketishi mumkin yoki boshqa. Undan ko'ra o'sha o'zingizda hududingizdan, masalan, o'sha mahsulotlar narxi, tan narxi bizda ma'lum. O'sha mahsulotlarning tan narxi hisobida sizga tashlab beriladi. Xohlasangiz olasiz, xohlasangiz u pulni boshqa narsaga ishlatasiz. Iloji boricha o'sha mahsulotlarni olib bizga masalan tashlab beradigan bo'lsangiz, keyingi yutuq sifatida o'sha video qilib qo'yamiz. Sharti oddiy. Bu mana shu videomizni oxirigacha ko'rib, kommentariy yozasiz. Kommentariyada mana shu mahsulotlardan 3 tasidan bittasini yozasiz. Endi bu agar yoshi kattalar ko'rayotgan bo'lsa, bemalol o'tkazib yuborishi mumkin. Bu yoshlar uchun qilingan o'yin. Bu arzimagan mahsulotlar deyotgan bo'lsangiz, ataydan mana shunaqangi o'zimiz masalan tashlab bera olishimiz mumkin bo'lgan imkoniyatimizdan kelib chiqadigan darajadagi mahsulotlarni qo'ydik. Chunki yolg'on bo'lmasligi uchun keyinchalik yutganda mana shu mahsulotlarni pulini tashlab beramiz. Faqatgina 2 kishi yoki 3 kishi emas, 15 kishigacha yutadigan qilib o'ynaymiz. Bunda ancha imkoniyat ko'p bo'ladi, xudo xolasa. O'shaning uchun sizlarga ham bemalol barchaga 3 talik agar yozmaganda 2 taligiga o'yin bor, unga 30 kishi bo'ladi. Xullas juda ko'plab insonlar bemalol yutish imkoniga ega bo'ladi. Ayni bolalar uchun bo'lgan o'yin hisoblanadi. Videomizni oxirigacha mana shu ko'rasiz. Kommentariyada mana shu mahsulotlardan 3 tasini yozasiz. Обязательно подписка bo'lib qo'ygan bo'lishingiz kerak. Keyin kommentariyangizni oxirida biz sizga aloqaga chiqish uchun Telegramingizda masalan username bo'ladigan bo'lsa, nom berish shart emas. Username bo'ladigan bo'lsa, username'ingizni yozib keting, faqat to'g'ri yozing. Telegramdan sizga aloqaga chiqishimiz uchun kerak bo'ladi u narsa. Chunki YouTube'dan birov masalan sizga atvet qaytarganimiz bilan siz yutdingiz deb, undan sizdan javob olish kechigishi mumkin. Shu sababli Telegram username'ingizni qoldirib ketadigan bo'lsangiz, o'sha orqali sizga aloqaga chiqishimiz oson bo'ladi. Bu yutuqlarni esa sizga karta klik orqali o'tkazib beriladi. 3 tasinikini puli faqat sizga o'tkaziladi. Masalan, mana shu uchalasini yozgansiz va uchalasini yutdingizmi? Uchalasini hozirgi summasi qancha bo'ladigan bo'lsa, do'konlarda o'sha summa tashlab beriladi. Iloji boricha sizdan shu mahsulotlarni olib bizga olganligingiz haqida masalan atziv qilib tashlab beradigan bo'lsangiz, videomizga qo'yamiz keyingi videoda. Endi agarda uni olmay boshqa narsa uchun ishlatadigan bo'lsangiz ham bizda e'tirozimiz yo'q. Chunki u yutuq sizniki. Uni qanaqa ishlatasiz, nimaga ishlatasiz, u o'zingiz uchun. Men bu mahsulotlarni kichkinalarini ba'zilar shunchaki qo'yilgani bilan bu mahsulotlarni o'zini maxsus korobkasida, mana bunaqangi korobkaliklari bor. O'shalarning hisobida yoki kiloliklari, kiloli hisobida sizga puli tashlab beriladi. Bunaqa mahsulotlarimiz ajoyiblari har xili bor. Xo'p, o'shaning uchun oxirigacha ko'rsanglar, yana ham hali mahsulotlar qo'yganman. Mana bu ham juda ham ajoyib narsa ekan. Eng muhimi tabiiy deyilgan, hech qanaqangi bolalar uchun ziyoni yo'q, shakari yo'q bo'lgan mahsulot. Xullas, barchaga omad. Mana shunaqangi mahsulotlarimizni mana ko'rib chiqishingiz mumkin. O'zingizlarga yoqqanini nomini yozsanglar,
o'shani yutib olish ehtimoli bo'ladi. Ko'proq kommentni ulashishni yodda tutinglar. Videoni o'zinglarni kanalinglarga ulashsanglar, undan ham yutish imkoniyatinglar ko'p bo'ladi. Agar kanalinglarga ulashganlaringda prosmotr biznikidan ham ko'p bo'ladigan bo'lsa yoki yaxshi prosmotr yig'adigan bo'lsa, bu yana ham bu deganimiz, bu videoni yuklab kanalga qo'ymaysizlar. Bu videoni faqat o'zinglar пересадка qilasizlar, ya'ni ulashish orqali ulashasizlar kanalinglarga yokida Telegram bo'ladigan bo'lsa, Telegramdagi gruppanglarga ulashsanglar bo'ladi. O'shanda yutib olishlaring oson bo'ladi. Telegram agar usernamelaring bo'lmaydigan bo'lsa, ismlaringni qoldiringlar. YouTube'da xabardor bo'lib turasizlar. Agarda Telegramdan username qoldirmayotgan bo'lsanglar, YouTube'da o'zida xabardor bo'lib turasizlar. O'sha yerda yutganlaring haqida agar sizlar именно o'sha akkauntlaring yutadigan bo'lsa, sizlarga xabari keladi. Xullas, barchaga omad. Bu realni o'zimiz mana shu mahsulotlarni qo'ydik. Bu mahsulotlarni hisob kitobini sizlarga aytdik. Necha kishi? 15 kishi, keyingi ikkitaliklarda 30 kishigacha yutishi mumkin. O'shaning uchun bemalol o'ynasanglar bo'ladi. Barchaga omad. Tilab qolgan holda videoni tugataman. Shartini yana takror aytaman. Birinchidan kanalimizga podpiska bo'linglar, kommentariy yozasizlar, videoga like bosib ulashasizlar do'stinglarga.